Bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Bitta laganga har xil viloyat oshini yig'ishibdi. Zo'r-a. Bu bahaybat laganda Toshkentni to'y oshi, Qo'qonni cho'ng'ara oshi, Buxoroni sofi oshi, Samarqandni zig'ir oshi, Choyxona palov, o'rtada esa paylari, qazi, bedana tuxumlari yu toki. Og'aynilar bilan kelganda nima osh yesam ekan deb o'ylab o'tirmasdan bitta o'rtaga shuni qo'yasizlar. Qarabsizlarki, hammanglar har xil oshdan yeb ko'ryapsizlar-yu. Hamma viloyatni bitta laganga jamlagan bu palovlarni Komolon oshni Labzegdagi filialidan topsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda ishtahani yaxshilab ochib olamiz. Bu narsani-chi vodiyliklar juda yaxshi biladi. Kommentga yozib ketinglar nomini. Qaysi biridan boshlasam ekan deb o'ylanib qolar ekan kishi. Choyxona palovni qarang, go'shtlarini qip-qizil qilib pishirishibdi. Oh, mazasi ham zo'r. Buxoroning so'f oshi dietический ekan. Kurugda diyeta ushlayotganlar bo'lsa ham bemalol ketaveradi. Toshkentning to'y oshini ham maromiga yetkazib qo'yishibdi. Komolon oshda oshni bir porsiyasi 50 ming so'm. Bu laganda 10 porsiya bor. Bemalol 12-13 kishi yesa ham bo'ladi. Qisqasini aytganda, ko'pchilik bo'lib kelib, mana shu oshni yeyishni tavsiya qilaman. Bu videoni birga osh yeb katta bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.